Hozirgi kunda uyga burchakka bostirish necha pulga tushadi? Uyda sahna qismiga Xitoydan keltirilgan pomegranit gullarini bostiradigan bo'lsangiz necha pulga tushadi? Xuddi mana shundaqa dekorativniy rakvinalar qo'l yuvadiganlar, undan tashqari do'stlar, burchakkani bostirdingiz, remont qildirdingiz, endi do'stlar sahnangizga bir basseyn qilgansiz, o'rtasiga fontan qo'ymoqsiz. Xuddi mana shunaqa do'stlar fontanlarni ovorishni o'rnatishi bilan necha pulga tushadi? Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Biz sizga assalomu alaykum deb videomizni boshlaymiz. Hozir biz O'rta Osiyo, ya'ni vodiydagi do'stlar eng katta burchatka ishlab chiqariladigan zavod, ya'ni Chus Concordga yetib kelganmiz do'stlar. Xo'p, batda nimalar bor deydiganlarga do'stlar, batda inshaalloh uyingizga kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Zinadan tortib burchatka yo'q, Xitoy davlatidan keltiriladigan pomegranitlar. Xullas, siz batdan hamma narsani o'zingiz uchun topib ketishingiz bo'ladi, ishingizni bemalol bitirib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Jahongir aka, charchamasdan tutingsiz. Ishlar yaxshimi? Tinchmi aka? Aka qarang, rahmat. Hozir bitta narsani video boshida aytib o'tib ketaylik, chunki biz aka bu joy zavod deyilyapti. O'zi aka necha yildan beri faoliyat yuritib boriladi aka? Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli hamyurtlar, hurmatli obunachilar. Akajon, bu ishxonamiz 20 yil bo'lib qoldi o'z ish faoliyatini. 20 yildan beri. Zo'r. 20 yil bo'ldi. Aka, sir bo'lmasa, necha xil burchatka ishlab chiqariladi aka bu yerda? Bizda hozirgi shu kunlarda 200 xildan oshiqroq mahsulotlar, 200 xildan ortiqroq modelda ishlab chiqarilyapti. Gapi undan tashqari aka Xitoydan keltiriladigan narsalar ham bor, zinaga ishlab chiqariladigan, qo'l yuvadiganlar, kolodisxop bor. Xullas, hamma narsani fasadga, oyoqdagi qilib ketaman degan olsa bitirib ketsa bo'laveradi. Xudo xolasa, endi borgan sari hozir eng qimmat narsa vaqt bo'lyapti. To'g'ri. O'sha kelgan mijoz, kelgan ustalar, kelganda imkon qadar inshaalloh biz bilan bitadigan ishlarni yer qismi, sokil qismi, fasad qismini bitirib ketishadi. Boshqa joyga borib yurish shart emas. Inshaalloh ma'qul kelsa chetdan hammasini olib ketishadi. Xo'p, gap yo'q. Aka, bo'lmasam birinchi bo'lib burchatkadan boshlasak, hozirgi kunda aka imina mana shu polirovka qilingani juda ommalashyapti. O'rtasiga xuddi mana shunaqa granit qo'yilgani. Chunki hozir aka xonadonlarda imina oq, undan tashqari xuddi mana shunaqa qora granitlar ommalashayotgani sababli aka talab kuchayib ketyapti. Shunaqa, to'g'ri. Bilamiz aka, narx tomonlama arzon, dastavkasi bor, undan tashqari ishlab chiqarish quvvati baland. Nimaga buni aytib o'tyapman? Siz zakaz qiladigan bo'lsangiz, 50 kvadrat olib turib, yana 10 kun kutib qolganini olishingiz shart emas. Birdaniga yetkazib berish quvvatiga ega bo'lgan do'stlar zavodda turibmiz. Birinchi bo'lib aka, mana shulardan boshlasak bo'ladimi? Xo'p, xudo xolasa akajon, endi bu mahsulotlarimiz boshida sizni ham aytib qo'ysak, Chus Concord zavodida 2 xil texnologiya asosida ish olib boriladi. Birinchisi Rossiya Federatsiyasining Sistron texnologiyasi asosida, hamda Chus Concordni o'zining Chus Concord texnologiyasi asosida ish olib boriladi. Buni aytganimizki, bizda 45 mingdan 120 minggacha mahsulotlarimiz bor. Mana shu ko'rib turgan mahsulotlarimizning hammasi 1 metr kvadrati kubiklari, masalan, bu yerda kubiklar ancha rol o'ynaydi. Kubik granitli holati, masalan, hozir imini shuniki 120 ming so'm. 120 ming. Ba'zi modellarimizda kubik ko'proq ketadi, ba'zida kamroq ketadi. Buni usta akalarimiz ham yaxshi bilishadi. Bu Xitoy davlatidan keladigan metallogranit bo'ladi, kristalli, eng yaxshisi bo'ladi, yaltirashlari yaxshi, oftobda o'chmaydi. Bu mahsulotlarimiz mana shu qatori hammasi kubiga oddiy holati yoki bez kubik varianti 95 ming, 90 ming, 100 minggacha bo'ladi. Kubik granitli holati 110 mingdan 120 minggacha bo'ladi. 110 mingdan 120 mingga. Zo'r, chunki endi opsiya hammasini aytganim, sizni hozir o'zingiz ham aytdingiz, videomiz cho'zilib ketmasin deganingizga. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, endi nimaga bunaqa narx deydigan bo'lsalaring, aytib o'tganlaridek, imini mana shu kubik batda kesiladi, sizga xuddi mana shunaqa razmerda qilib beriladi. Bu o'zi aslida Xitoy davlatidan yetib keladigan narsa. Bu o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi, shuning uchun do'stlar, bu tomonda ko'rib turadigan bo'lsalaring, bu zichroq bo'ladigan bo'lsa, bu kengroq bo'lgan. Shunga qarab turib, summasi ketaveradi. To'g'rimi aka? Undan tashqari oyoqdagi aka, batda bular yangilik bo'lsa kerak. Ha, bular прессованный burchatka, bularning qalinligi 6 sm dan bo'ladi standart. Hozirda ko'cha yo'laklarga, daroshkalarga xuddi shundan qilishyapti. Gap yo'q. Buni ham har xil turdagilari, buni kvadrati necha pul aka? Buni kvadratlari 80 mingdan 100 minggacha. 80 mingdan 100 minggacha. Undan tashqari pastda sokilliklar turibdi. Sokilliklar necha puldan necha pulgacha aka? Sokillarimiz 30 mingdan 300 minggacha. 30 mingdan 300 minggacha. U ham endi o'ziga yarasha o'zimizda ishlab chiqariladiganlar bor, o'zimizda ishlab chiqarilmaydiganlari bor, olib kelib sotadiganlarimiz bor, tabiiy toshlar bor. Zo'r. Undan tashqari bu tomonda zinalar ham turibdi aka. Zinaniki men o'zi to'g'risi ko'rardim aka, bu 30 santimetrli bo'lardi, bu yerda butunlari ham bo'lgan. Ha, hozir mana shu ham yangilik bo'ldi. Xudo xolasa bu yangiligimizga ham 1 yildan oshdi. Ko'p joyda hamma hovlida, hamma zdaniyada baribir zinasi bor. Zinada odatda bizda o'zimiz hali ham bor. Razmeri 30 ga 30, 33 ga 34 zinalar bo'ladi. Hozirda asosiy standartli zinamiz 120 bo'ladi ko'p joyda. To'ppa-to'g'ri 120. Biz shuni inobatga olgan holatda bittada yaxlit yopib yubordik 120 ni. Zo'r. Mana masalan hozir tepasi qismini ko'rsangiz, mana shular 30 dan. Mana shular 30 dan 120 bo'ladi.
Endi buni biz har xil ko'rinishda razmerini 30 yoki 32 yoki 35 qilib chiqarib qo'yganmiz. Zo'r. Bular narxi necha puldan necha pulgacha? Xo'p, bularning narxi bir donasi 80 ming so'm. Bir donasi 80 ming. Bir donasi 80 ming. Nari kichkinalar aka necha puldan bo'ladi aka? Kichkinalarni bir komplekti 15 ming so'm, 10 ming so'm. 15 ming, 10 Ichiga ming. qo'shiladigan masalalarga qarab 20 minggacha. Undan tashqari bu tomonda tegalar bor ekan aka. Bu tomonda xudo xolasa fasad qismlari uchun har xil turdagi tiyagalar bor. Hozir biz o'zimiz ham 11 qavatli binoga beramiz. Shunaqangi katta bagetlari ham bor. Bu tomondagisi. Ha. Bu kattalarga juda katta ekan lekin. Ha, bu haligi nimaga? Bular endi metrga bo'ladi bular. Ha. Metr necha puldan boshlanadi aka bular? Metri 15 mingdan yig'i ketaveradi. razmeriga qarab, 100 ming. Ishlatilayotgan do'stlar materialda ko'p, oz, o'shanga qarab turib narxi qo'shilib ketaveradi. Bu tomon endi do'stlar ko'rib turganlaringdek burchatkalar, tevada do'stlar pomogranitlar turibdi. Bular qanaqa bo'ladi aka? Endi bular hammasi Xitoydan keladi-ku. Ha, hammasi Xitoydan keladi. Bularning narxi, bular asosan ikki xil razmerda bo'ladi. Razmeri 120 ga 120 120 ga 180 bo'ladi. Bularimizni narxi bir donasi 1 million 100 mingdan 1 million 900 minggacha. 1 million 100 ming so'mdan 1 million 900 ming so'mga. Zo'r, gap yo'q. Keyin lisensiyalarimizni Ahadjon bunaqa nimalari bor. Bular mana 80 minglik deganlarimiz hammasi qolipda quyilgan variant bo'ladi. Keyin bizda bu masalan bular hammasi polirovочный. Buni hozir masalan ko'pchilik domlaga ham yetkazib beryapmiz, katta ko'p qavatli binolarga. Keyin siz masalan bunaqangi polirovочный burchatka olgan bo'lsangiz, polirovkali burchatka olgan bo'lsangiz, shunga rangini moslashtirib, hamma yo'g'ini bir xilda qilib, ya'ni tadbir qilib berishimiz mumkin. Bularimizni yana bir qulayligi, buni 120 dan 1.5 gacha bo'lgan holati orasiga chok tushmagan holatini qilib berishimiz mumkin. Zo'r. Ya'ni o'sha zinani bittada olib chiqib ketaveradi. Ha, bittada. Ustalarga ham oson bo'lar ekan, ish tez yurar ekan. Xudo xolasa, ha. Gap yo'q. Bundan tashqari aka ba'zida bu fontanlar turibdi, fontanning katta kichiklari ham bo'ladimi aka? Bor, fontanlar. Mana shu nechi pul mana shu? Bular hozir 8,5 million. Mana shu 8,5 million. Aka buni anaqasi nima deydi, sirri ko'chmasligiga qanaqadir garantiyalari bo'ladimi? Endi bironta qattiqroq jism bilan kimdir spesialni urmasa, o'zi hech qanaqa nimasi yo'q. Bitta motor bo'ladi, suv bo'ladi, o'zini sirkulyatsiya qilib aylanib turaveradi. Atay turaveradi bu. Turaveradi. Kimdir bir qattiqroq narsa bilan o'ymasa, qattiq bilan jism bilan urmasa bo'ldi. Rakvinalar-chi aka? Bu rakvinalarimiz 1 million 200 mingdan 1,5 milliongacha. Hozir mana ushlab turganingiz 1,5 million bu. 1,5. Endi bu ham katta kichikligiga qarab bo'lsa kerak-a? Ha, bular masalan begiga bemalol sovun yo nimadirlarni qo'yishlari mumkin. Lekin buni rangi tabiiy rang, hech qanaqa sun'iy ranglari yo'q. Bu ham tabiiy travertindan tayyorlangan. Tabiiy travertin. Ha, quyilgan tabiiy travertin. Endi mana kolodus qopqoqlari do'stlar bular razmeriga qarab turib narx bo'ladi. Bularni hammasini aytib chiqadigan bo'lsa, to'g'risi bir 20-25 40 dan boshlab 90 ga 90 gacha razmer bo'ladi. To'padi. Xohlagan burchatkalarni nimadan bo'laveradi. Puli-chi aka? Puli Примерно qanchadan qanchagacha? 100 mingdan 300 minggacha. 100 mingdan 300 ming. Ularning hammasining ichida armirованный simlari bo'ladi, o'zi oltili simlari bo'ladi, armaturasi ham bo'ladi ichida. Masalan, bemalol katta yuk mashinani ham kamazlarni ham sinib ketmaydi. Bu tomonda mana kichkina do'stlar ko'rib turganlaringizda fontan. Mana ham juda zo'r jemchuk. Ha, bu ham juda chiroyli chiqqan. 6,5 million bu juda ham chiroyli. 6,5 million. O'zimizga ham yoqadi, ha. Bularda olib berish xizmati qanaqa bo'ladi aka? Olib berish xizmatlari alohida, bular og'ir narsa, lekin qimmat emas. O'zbekistonda, masalan, vodiy ichida ham, O'zbekistonning vohalarga ham, Toshkentga ham doimiy holatda yetkazib beramiz. Yetkazib berilaveradi. Bu tomonda ko'rib turibmiz. Bu nima endi aka? Bu qanaqadir rakvina yangiligimiz. Yo bo'lmasam. Mana hozir ko'ryapsiz, hamma ham o'zini brendini yana ham tanitishni xohlaydi. Endi bu yaxshilikka. Bu gultuvaklarimiz. Bu gultuvakmi bu? Ha, bu gultuvak. Bunga masalan archa ekib qo'ysa ham bo'ladi, katta bo'lib ketmaydigan archalar. Buni masalan kafelarga, restoranlarga, masalan yana xohlagan joyga masalan dekorativlarga qo'ysa bo'laver ekanda. Qo'ysa bo'ladi, o'zlarini brendlarini yozib beramiz. Ha, o'zligini yozib ham bera olamiz. Misol yerga chuskan kod yozilgan, o'sha. Bizda chuskan kod. Masalan, mana yerda o'zimiz chustlikda ko'p bilishadi. Parizod, shodlik. To'yxonalarning oldiga shunaqangi qilib zakaz qilib berganmiz. Bu ham shunaqa figuraligimi bu? Bu figuraligi, ha. Ha, bu figuraligi emas, faqat sipojni tekish emas. Endi tekisi yaxshiligi bemalol haligi logotipingiz chiroyliroq chiqadi. To'g'ri. Brendingiz nomi chiroyliroq chiqadi. Brendingizni tanitishga yaxshigina yordam beradi. Narxi ham qimmat emas. Bularning narxi 1 million 300 ming, 1,5 milliongacha. O'sha o'zingizni brendingizni shundoq nimasini yozib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Bu endi yangilik bo'lib kelganda hozir aka. Bu yangilik bo'ldi. Chunki gultuvaklar bilardik, dumalar bunaqa kattasi bo'lmasdi. Ha. Hozir masalan ko'p joyda taxtadan qilishadi, boshqa qilishadi-ku. Lekin masalan oftobda quyoshda kuyishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bunga hech narsa qilmaydi. Yo'q. Gap yo'q.
Mana bu tomonda. Buni ham bitta aytib ketmadingda, bu nima endi aka bu? Latokmi bu? Buni latoklarni biz ko'rganmiz, quyilganini ko'rganmiz. Bu mana latok masalan o'zimizda ishlab chiqarilgan Ha, latok. mana shuni aytyapman. Endi bular hozir shunaqangi yuza qismi nержавейка metallika bo'ladi. Ha, bu zanglamaydi. Zanglamaydi. Bemalol keyin buni mustahkamlik darajasi ham juda yaxshi. Tashlab yuborsak ham bo'laveradi. Bemalol tashlab olsangiz bo'laveradi. Masalan, Zo'r. nimasi shunaqangi syomniy bo'ladi, haligi bu yerda bemalol olinadi. Ichini agar Musor momo bo'lsa to'lsa, tozalab qo'yilaveradi. Ha. Buni masalan shuni yopishtirganingizdan keyin qo'lingizga olib turing. Bemalol bu odamni ham ko'taradi, mashinani ham ko'taradi. ketaveradi, Siz mashina. mendan og'irroqsiz, bemalol chiqib 100 kilo. sakrasangiz ham bo'laveradi ustida. Qo'yin. Bular odatda chet davlatidan keladi, hali ham chet davlatdan keladi. Uni ham sifati zo'r, chet davlatniki, bu ham lekin sifati qolishmaydi, yaxshi, narxi qulay. Narx qanaqa endi aka? Narxi 100 ming so'm. Metri. Ha, o'zi bu 1 metr bu, bir donasi 1 metr. 1 metri, mana shunisi 100 ming so'm, 100 bittasi. ming so'm, ha. Gap yo'q. Zo'r. O'zimizga o'xshagan tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, optimga olaman desalar, bizdan olib sotsalar ham bo'ladi. Yani jidapcha yo'lda qilib Ha, berasizmi? ozroq yo'lda qilib beramiz. Demakki, o'zimizda ishlab chiqarish. Qo'yin. Bular ham aka xuddi o'sha rakvinalar kichkinasi ekan Ha, bular rakvinalarni kichikrog'i. Hozir masalan buni tashqi tomonga ham, ichki tomonga ham qo'ysa bo'ladiganlari. Bular necha pul ekan narxi? Bular ham 1 million 200 ming so'm, 1 million 400 ming so'mgacha. 1 million 400 ming so'mgacha. Bundan tashqari bunaqa hali dekorativniy yaxshi Mana shunaqa dekorativniy narsalar ham bor, masalan. Gap yo'q. Pastda teshigi bor, bemalol fonusda bular. Ha, balki patronni qo'yib svet berman, Ha, mana bemalol qo'ysa svet yoqib bo'laveradi. qo'ysa bo'ladi. Bu showroom zalimizda Ahadjon har xil zinalarimiz bor. Bunaqangi mahsulotlarimiz bor. Boya sizga ikki xil texnologiya deganimizda, masalan, mana ularimizni narxi 46 ming so'm. 46 ming Ha, so'm. bu beton qorishmali mahsulot. Gap. Bir silolik. Endi rosa cho'ntay bop ekanda aka bu. Ha, hozir men sizga bir silolikni ham tushuntirib beraman. Mahsulot bizda Chuskan korxonasida hamma mahsulotimiz 100% bir silolik deyarli. Zo'r. Ya'ni ranglari hammasi to'liq loyning ichida. Endi Bu bu ham hali 46 ming so'm. akamiz demoqchilarki, sindiriladigan bo'lsa, mana shu rang ichidan ham chiqadi. Bu usti bo'yalmagan bu narsani. Rangi o'chib ketmaydi bu narsani. Endi o'chish mumkin, o'chmaydi desak yolg'on bo'lar. Xiralashishi mumkin menimcha. Ha, ertalabdan kechgacha quyosh ko'p tushib turadigan joylarda qora ranglari baribir ozroq o'chiradi. Nimaiki O'rta Osiyo sharoitida qora ranglar baribir ozroq o'chiradi. To'g'ri. Yeb ana zilani burchatkalari ham narigiga qarang. Bularga adden mana 30 sm deganimiz. Shunaqa. Nariga bitta splashni qilingan bo'lsa, bu 20, bu 30 dan bo'ladigan bo'lsa ham to'rttasi bu 20. Shunaqa. Bular siz qanaqangi burchatka tanlasangiz hovlingizga zinasini xuddi shunaqa qilib, Bir ko'p. ha, o'zini materialdan, o'zini loyidan quyilgan zinalar bor. Masalan, bularimiz bir komplektda 17 ming so'm. 17 ming. Hozir eng ko'p moda bo'layotgan high-tech variantlarimiz bu burchatkasi 46 ming so'm. Zinasi tepa-pasti 11 ming so'm bu. 11 ming so'm. Kirchimol ekan mana shunisi. Ha, deb atorisham shart emas. Masalan, mana assalomu alaykum. Mana yerni oladigan bo'lsangiz, masalan, biz ko'pchilik mijozlarimizga qulaylik bo'lishi uchun masalan, o'zimizning yer qismimizga, showroomimizga shunaqangi atrof chekkalarga naqshlarni qilib, Versace'larda. ha, versachilari qo'yib, demak, bu versachilar ham bor, shunaqangi granitlar ham bor. Biz hamma ustiga ham o'zlari bilishadi. Yana bir eslatmaki, har qanaqangi burchatka olishlardan qat'iy nazar, hech bo'lmasa darvozaxonalarga, nimalarga atrofini bir marta hop bunaqa versachi, hop boshqa narsadan bo'lsa, bitta aylantirib olsalar, Chiroyli vid beradi. ramka chiqadi, chiroyli, juda ham chiroyli vid beradi. To'ppa-to'p. Ammo haqiqatda o'sha ramka bo'ladigan bo'lsa, uyda nima deydi, baribir shuncha harakat qilib qilinayotgan narsaga ozgina yana qo'shimcha qilinadigan bo'lsa, yana ham chiroyli Juda ochiladi. kattaligisi bor, foydasi bor. Bu tomoni Mahsulotlarimiz bor ham. Bular ham o'sha 66 bular ming hammasi so'm. tabiiy travertin qorishmasidan qilingan. Bu masalan 66 ming so'm 1 metr kvadratda. Bular tabiiy travertinni o'zini do'stlar Qarang, tabiiy travertin deganda travertin tog'dan yo kesib olinadi yoki masalan uni maydalab turib qayta ishlov beriladi. Masalan bizda o'zimizda karyerimiz bor, travertin karyer, tog'imiz bor. O'zi O'zbekistonning sanoqli joyida bo'ladi travertin. O'sha travertin karyerimizdan o'sha tog'ni maydalab, mayin holatga keltirib, oq sement, mramorniy kroshkalar bor, o'sha bilan aralashtirib, keyin qoliplarimizga xuddi shu holatda quyib beriladi. Ya'ni buni ichi ham sap-sariq ekan-da aka. Ichigacha bitta rang. Gap yo'q. Zo'r. Ba'da xuddi o'sha ko'rib turgan, hali tashqarida ko'rsatgan panogranitda do'stlar, yaqindan ko'rsalaring bo'ladi. Buni ham Bu xohlagan. razmeri 120 ga 120 lik. Narigidan kichikroq bular. Ha, bundan sal kichikroq. Bular necha pul aka? Bular o'sha 1 million 200, 1 million 300, 1 million 150, Har xil 1 million ketaveradi. 100, har xil holatiga qarab. Buni fosforligi bor, fosforsizi bor.
Bu tomondagilar ham 66 ming so'm ekan. Ha, bular 66 ming kubik granit bo'lsa, granitni turiga qarab masalan o'zgarishi mumkin. Masalan, bu 66 ming bo'lsa, bunisi bilan 80 ming so'm. Ha, mana u granit bilan. Granit bilan. Agar buni o'zi ham qorani o'zidan ham bunaqada so'rab chiqib berilsa-chi aka? Shu 65 ming so'mga aylanadi. 65 ming so'mga aylanadi. Endi buni narxi nimada o'zgaradi desalaring, mana shu do'stlar granitda o'zgarishi mumkin. Xolos atak bu chotkasi o'sha narx bo'laveradi. Bunaqangi nimalarimiz bor. Versace'lar hozirgi aytilgan do'stlar, ramka qilib qo'yiladi degani ko'rganlaringdek, bu tomon hammasi 55 ming so'mdan ekan. Bu tomoni ham shunaqa bo'lsa, bu 75 ming so'mlik tomon. Bu razmeri kattarog'i. Xo'p. Keyin mana latoklarni qanaqangi burchakka olishingizdan qat'iy nazar, o'zini rangida, o'zini materialida qilib berilaveradi. Tadbir qilib bemalol do'stlar o'rnatsalaring bo'ladi. Xullas, aka burchakka olgandan keyin bitta lato oqtarishim kerak, boshqa narsa bunaqa narsa yo'q. Bardyuri o'ziniki. Oddiy misol yonidagi bardyurlari turibdi bu tomonda. Hozir masalan, mana burchakka to'xtaladigan bo'lsangiz, bu narxi 54 ming so'm, Dubay deb nomlanadi. Mana shu mahsulotimizning qalinligi 2,5 sm. Sizga bir siloyli deyilgani hammasi boshdan oxirigacha to'liq rangi bir marta quyilgan. Mana shu hozir bizni ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar orasida eng mustahkami desak bo'ladi. 2,5 santimetrlik holatiga bemalol ustiga 30 tonali moshkalar chiqsa bo'laveradi. Xo'p, sinib ketmaydi. Yo'q. Zo'r. Mana tayyor bosilgan do'stlar, obrazes. Siz ham sahnangizga xuddi mana shunaqa qilib ustalab bosib beradigan atrofga ramka qilib, ramka qilingan bo'laveradi. Zo'r. Bu tomonda 45 ming so'mdan ekan. Zo'r. 45 ming so'm, 68 ming so'mdan ekan. Bular beton qorishmali mahsulotlar 45 ming so'm. Ayniqsa 68 ming so'm. 68 ming so'm. Bu tomondagilar 66 ming so'm. Xullas, narx keladigan bo'lsa, bemalol ko'raveradi. Agar granit o'rtasiga qo'yiladigan bo'lsa 78 ming so'm, agar qo'yilmaydigan bo'lsa 66 ming so'm. Zo'r. Hammasi har xil. Hammasi har xil. Mana misol bu ham 45 ming so'm, bu ham beton qorishmali aka. Ha, shunaqa. Bu ham beton qorishmali. Bularning hammasi bir siloylik. Bir siloy. Endi aka qarang, hozirgi kunda misol burchakcha sotib oladigan bo'lsa, misol 100 kvadrat, 200 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, buni olib berish dastlabki xizmat qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, dastlabki xizmati alohida. Alohida. Demak, bu narsalar og'ir narsa. 1 kvadrati 55 kilo og'irlikda bo'ladi. O'zbekistonning turli joyiga yetkazib beryapmiz, xudoga shukr. Bizga endi mijoz haligi mashina qidirib o'tirmaydilar. Biz o'zimizni har bitta viloyat, har bitta masalan rayonni nimalari bor, shopirlari bilan, o'sha logistik xizmati bilan yaxshigina hamkorlikda qilamiz-da. Masalan, vohaliklar oladigan bo'lsa, vohadan bu tomonga qanaqadir yuk mashinasida yuk kelgan, ular yukni bo'shatgandan keyin vohaga qaytib ketadi, tabiiyki arzonroqqa ketadi. To'pador. Bizdagi logistiklar shunaqangi mashinalardan topib berishadi. Asobiy o'zi uchun boradigan bo'lsa, aka qimmatga tushadi. Ancha qimmatga tushadi. Bu tomonda ham endi betga iloji boricha kelish kerak ekan aka, to'g'risi. Keladigan bo'lsa zo'r ekan. Chunki o'zingiz didingizga yoqadiganini tanlab olasizda, atak WhatsApp, Telegram bor, pastda ko'rib turgan nomerlaringni atak katalogni tashlab berishadi. Xohlaganingizni beramiz. Masalan, sizni ham obunachiligingiz orasida masalan Chuskan Kortda o'zini ijtimoiy sahifalari bor. To'g'ri. Bizni ham opisiyaga qo'yib ketamiz do'stlar. Bizni ham masalan ko'pchilik hamyurtlarimiz, nafaqat biz sohada, umuman hamma hamyurtlarimiz ko'pchiligi musofirchilikda. Musofirchilikda turib bizga masalan Telegram orqali, WhatsApp orqali, Instagram orqali yozishadi. Qayerdan bo'lsalar, biz o'sha yerdagi masalan shu tomondagi ustalarimizni ham topib berishimiz mumkin. Ustasini ham topib beramiz. Ustalarni ham ko'pincha topib beramiz. Birgalashib, keyin uylarning rasmlarini tashlasa, uylariga mos tushadigan mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. O'zlariga ma'qul kelsa, keyin xudo xolisa yetkazib, o'rnatib ham beramiz. Zo'r. Endi mana o'sha nima deydi, uylarga mos tushadigan remont deyilganda do'stlar, agar siz burchatkangizda misol qanaqa hozir oq maloshni moda bo'lyapti, ana shunaqa qilib bostirib, fasad qismingizga hali o'tmagan bo'lsangiz, albatta fasad qismiga ham bor ekan. Eng zo'r tarafi, oldin biltalaring do'stlar, uyda isitgani nima qilingan bo'lsa, hozir do'stlar uyda isitish ham o'ta oson bo'lib ketdi. Orqasi do'stlar qaranglar, tayyor bo'lgan. Ya'ni bu izotermiz bo'ladi. Bu tomoni do'stlar, masalalaringiz bu tabiiy tosh bo'ladi bu. Tabiiy tosh bu. Endi quyma tabiiy toshlar bo'ladi. Bu O'zbekistonda hozircha yangilik. Mana bu mahsulotlarimizni hammasi bu endi yuza qismi sayqallanmagan, ya'ni shlifovka qilinmagan varianti. Bular 115 ming so'm. Razmeri 25 ga 50. Pastiga shunaqangi metallogranitlarimizdan chiroyli shakl berilgan. Bu tomoni esa razmeri 30 ga 60, bular tabiiy mramor qorishmasidan tayyorlangan fasadlarimiz. Kvadrati 165 ming bo'ladimi? 165 ming. Buni orqasida o'sha siz aytgandek utepliteli o'zi bilan ham shuma izolyatsiya, ham uteplitel. Shunaqangi 17-18 plotnosli penoplast bo'ladi. Aka qismiga sokillari bor. Buni mana nima desa bo'ladi, rangi o'chmasligiga yoki bir qanaqadir narsa bo'lmasligiga kimdir kelib buni urmasa, netmasa qancha garantiya beriladi shunga? Xo'p, hozircha gaz standart bo'yicha 3 yil garantiya beriladi, lekin buni
xolis aytadigan bo'lsak, bular tosh uji. Tosh bo'lgandan keyin bu O'zi rangini yo'qotmaydi bu. 100 yil ham turaveradi. To'g'ri. To'g'ri. Do'stlar, chunki bu narsa o'sha tosh bo'lgandan keyin ancha munchaga Buni bemalol karchilasa faqat ham bo'laveradi. Nima yuvsiz qilsa ham bo'laveradi. Bemalol. Bunisi ahajon bu masalan shaxsan o'zimga ham yoqadi. Bu travertin materialdan bo'lgan. Turaverting. Zo'r. Hozir agar tabiiy travertin, kesilgan travertin bo'ladigan bo'lsa, uni suxoy montaj qilinadi. Montaj jarayoni o'zi ham ancha qimmat, tabiiy travertinning o'zi ham qimmatroq. Bu o'sha bilan birga bir chiqadigan narsa. Buni razmeri 30 ga 60 lik hozir bunisi. Buni boshqa razmerlarini ham ko'rsataman. Bularimizni narxi 165 ming so'm, orqasida penoplasti bo'ladi. Ya'ni utepletel o'shayotgan izolyatsiyasi o'zi bilan birga. O'zi bilan birga bularni rangi ko'ryapsiz, bir xilda shunaqangi holatda chiqadi. Keyin travertin o'zi nafas oluvchi tosh hisoblanadi. Tabiiy travertin ham bu ham nafas oluvchi tosh bo'ladi. Unda hech qanaqangi yemirilish, korroziya bo'lib, yomonligi bo'lmaydi. Masalan, tarixiy obidalar ham o'zi travertinda e'tibor berilsa. Samarqandliklar yaxshi bilishadi. Gap yo'q. Bu ham 160, bu ham shunaqa. Bu 120 ming so'm arzonroq ekan. Bu 120 ming so'm, bu sayqallanmagan holat. Sayqallan. Endi xuddi shuni orqasi bazaltligi ham bor ekan. Ha, buni bazaltlik varianti ham bor. Gap yo'q. Bunisi yana ham izolyatsiya bo'lsa kerak, chunki bazalt po'ka ham yomon emas lekin. Ikkovi ham yaxshi. Zo'r. Gap yo'q. Siz bilan bu 210 ming so'm, 220 ming so'm. Buni masalan turishi bo'ladimi shunda? Ha, 1 kvadrati bo'ladi. 100 plotnosli bazalt bo'ladi. Zichligi 100 bo'ladi. Qalinligi 5 sm bazalt bo'ladi. Xuddi shu holatda bo'ladi. U travertin. Buni ko'p qavatli binolarga ham hozir yetkazib beryapmiz. Xonadonlarga ham yetkazib beryapmiz. Buni ustanovkasi ham adashmasam bunaqa ko'p juda qimmat emas, lekin bundan har xil narsalarni, xizmati uzoq. Har xil shakllarni usta akalarimiz chiroyli qilib, masalan, chetlarini, faskalarini ochib, zo'r shakllanib bersa bo'laveradi. Gap yo'q. Bu tomonda xuddi o'shani kichkinaroqlari, kattalari, o'sha ko'rsatgan 60 ga 60imizni do'stlar, mana orqa tomonni 30 ga 60 bu. 30 ga 60 ko'rinmaganiga mana orqa tomoni do'stlar po'kayli bo'ladi. Bu billa quyiladi. Bu ajrab ketmaydi po'kayga. Yo'q, ajrab ketmaydi. Mana hozir ko'pchilik dom qurib sotadigan akalarimizga juda ham yaxshi yechim qilganmiz. Og'irligi ham og'ir emas. Aka, mana shuni sokelga foydalansa bo'ladimi? Sokelga foydalansa bo'ladi, lekin sokelga buni utepleniyasi emas, haligi o'zini qalinrog'ini qilsangiz, shakl chiqarsa bo'ladi. Zo'r. Chunki asosan fasad uchun. O'zi eniga katta ekanda bitta qo'yganda ancha-muncha joyi bitadi degan. Hozir bor uni ko'rsataman sizga. Gap yo'q. Bu orqasi bazalt. Hozir dom qurayotganda bazaltsiz ruxsat berishmaydi. To'g'ri. Bitta bir vaqtda o'zida ham fasad bo'lyapti. Masalan, shuna g'ishli holatda bo'ladi. Bittada bitadi. Suvamasdan shuna tersa bo'laveradi buni. Отдельный bazalt yopishtirib, u tepasidan kafenni keles, setga tort. Shunaqa. Remont qilmaydi-yu, xullas o'sha g'ishtni ustidan bitta bosadi, shu bilan ishi bitadi. Borgan sari hozir kommunalkalar ham qimmat bo'lib ketyapti. Buni yopishtirgandan keyin ancha ekonom bo'ladi. To'g'ri. Zo'r. Xudo xolasa aka, hozir yana bir marta ko'rsatadigan narsamiz bor. Bu tomonda xuddi o'shani o'zimizning ishxonamizda old fasad qismi. Fasad qismi. Hammasi o'zimizdan chiqadigan. Juda chiroyli chiqqan ekan. Travertin, quyma travertin toshlarimiz. Mana o'sha siz aytgan hozirgi sokelga qilsa bo'ladimi degan variantingiz. Sal qalinroq qilib, masalan, qalinligini 3 sm gacha qo'yib bersak, usta akalarimiz xohlagan shaklga solsa bo'ladi buni. Zo'r. Zo'r. O 30 ga 60 ko'rsatganingiz tayyor ustanovka qilingan ekan. 30 ga 60 tayyor ustanovkali varianti. Bular hammasi travertin qorishmasa aka? Bularning hammasi o'zimizdagi o'sha quyma tabiiy travertin toshlar bular. Zo'r. Gap yo'q. Masalan, bunaqa qilib bilayin shaklda tersa ham bo'ladi. Xudo xolasa aka, buni kvadratidan muammo yo'q. Xohlagan kvadratda so'raladigan bo'lsa, ishlab chiqarib yetkazib berilaveradi. Xudo xolasa, jicha oldinroq zakaz qilib qo'yiladi, lekin bundan xudoga shukr, hozir zakaz ko'proq yetkazib beramiz lekin. Yetkazib beriladi. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, manzilni bitta tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, hozir biz o'sha Namanganda biz o'sha, ya'ni Chusga yetib kelganmiz. Chus Concord'damiz. Aka, aniq orientirni bitta aytib ketsa bo'ladimi? Xo'p. Aniq orientirni aytadigan bo'lsak, Namangan viloyati, Chus shahri. Shu shahrda Sadacha mahalla bor. Sadacha mahallasida Chus Concord ko'pchilik bilishadi. O'zi Chus Concord deyishsa, o'zi undan tashqari lokatsiyalari bor. WhatsApp, Telegramdan do'stlar pastdagi nomerda bor. Lokatsiya tashlab berishadi. Keladigan bo'lsangiz, har bittasini agar video qilib chiqqanimizda to'g'risi 2 kun ham yetmasida, keling, o'zingizga yoqqanini ko'ring. Yo bo'lmasam o'sha Telegram, WhatsAppdan bular katalog tashlab berishadi. Narx-navosini kelishasiz, inshaalloh. Mashinani aytyaptilar. Voha tomonidan, Toshkent tomonidan yoki Vodiydan bo'ladigan bo'lsa, mashina bor, chopirlar bor, yo'l kirasini kelishiladi.
narx-navoz kelishadi, inshaalloh chiroyli qilib uyingizga yetkazib beriladi. Xudo xolasa to'liq obzor qildik degan umiddamiz do'stlar. Agar qanaqangidir sizni qiziqtirgan savolga javob bo'lmagan bo'lsa, akamizni video pastda nomerlari bor, call center bolalari ishlab turishibdi. Aloqaga siz bundan ham to'liq ma'lumot berishadi. Mehnatimizni qadrlagan holda bir dona like tugmasini bosib, podpiska bo'lib qo'ysangiz, shunaqa qiziq mavzularda do'stlar siz ko'rib turishni imkoniyati bo'ladi. Xudo xolasa biz ham sizga to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Sog' bo'ling.